Assalomu alaykum, hurmatli Sherobod futbol klubining ustoz murabbiylari hamda futbolchilari. Mana bugun 2025-yil yangi yil oqshomida, yangi yil oldi jamoa murabbiylari, jamoa faxriylari, futbolchilari barchangizga yig'ilib chiroyli bayramona kecha qilib o'tkazgan. Mana shu bayramona kechamizga tashrif buyurganlaringiz uchun, fayzli davramizda to'ldirib turganlaringiz uchun barchangizga minnatdorchilik bildirgan holda kechamizni ochiq deb e'lon qilaman. 2025-yil Sherobod futbol klubi uchun esda qolarli, chiroyli, g'alabali o'yinlar bo'ldi. Bu g'alabali o'yinlarning sababchisi albatta mana shu yerda o'tirgan murabbiylar, homiylar va o'yinchilar. Bugungi kechamizning mehmonlari marhamat Ravil Boyisov, sizni davramizga taklif qilamiz. O'z tilaklaringizni, chiroyli deganlaringizni jamoaga bildirib, esdalik uchun nutq so'zlaysiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Murabbiylar, ustozlar, o'yinchilar, futbolchilar, mehmonlar, mana bugun yaxshi kunlarda o'tiribmiz. Yangi yilni ham kutayapmiz shu bilan men bitta narsani aytaman, shu yigitlarimizga mana shu o'ynagan 2 yilda olgan kubogiga minnatdorchilik bildiraman. O'ynashni tanladi. Bilaman, juda qiyin o'yinlar bo'ldi. Ayniqsa Dinamo bilan Misraliga kubokda shu o'yin. 2 marta Dinamo bilan og'ir o'yin bo'ldi. Shuning uchun men aytmoqchimanki, bolalar juda o'zini mahoratini ko'rsatdi. Homiymiz Egamberdi 3 kunda hissasi juda katta. Bu yerda o'tirganlarning hammasini hissasi katta. Rahmat mana shularga, o'yinchilarga. Men minnatdorman o'yinchilar. Kelajakda yana mana shu yangi yilda mana shu o'tirgan hamma mana shu ishtirok etgan futbolchilarimizga, murabbiylarga, ustozlarga mana yangi yilda 2026-yilda zafarlar tilaymiz. Shu futbolimiz yana rivojlansin. Birinchi ligada, Super ligalarda o'ynayversa shu bolalarimiz hammasi. Nima degan? Sherobod faqat futbol makoni. Sherobod Oliy ligada o'ynagan, Oliy ligada o'ynagan. Paxtakor, Pamir Dushanbelarni o'ynagan. Dinamo Samarqandlarni o'ynagan bu yerda. Shuning uchun asosiy Sherobod makoni bu futbol makoni Sherobod. Shuning uchun bu yerda men aytmoqchimanki, mana ustozlar turibdi, Haydar Rahmatulloh Yashaboga turibdi. Keyin mana Pushkin akalari kelgan mehmon bo'lib bu yerda qanday futbol o'ynagan vaqtiga Mashalga qarshi, Sho'rtanga qarshi, Dinamo Samarqandga qarshi o'ynagan. Mana Norkeldiyev, Jumatalaring turibdi bu yerda. Juda ajoyib futbollar ko'rsatgan. Eng asosiy yarki deymiz, rus tilida aytaylik, hujumchimiz edi. Mana shu faxriylarga bir qarsaklar bo'lsin, iltimos. Hamma sog' bo'lsin. Ittifoq bo'laylik. Asosiy futbolda asosiy aytadiku, futbolda asosiy bu texnika emas, asosiy tartib nizom bilan mehnat. Ana shu bizga olib keladi. Biz asosiy tartib nizom bo'lishimiz kerak. Hamma birikishimiz kerak, bir oila bo'lishimiz kerak. Shuning uchun yaxshi kunlarda mana shunda aytganman, 50 yil oldin aytdim, dasturxon bizlar birlashdi. Mana qarang, qanday chiroyli o'tirishlar. Rahmat. Juda chiroyli o'tirishlar. Birinchi o'rinda men har yili ro'yxat qilib boraman. Birinchi o'rinda ochkolar bo'yicha Jo'rayev Ahror oldi. Oliy shaxsiy. Nima degan? 4 ta o'yinda eng yaxshi o'yinchi bo'lardi. Ikkinchi o'rinda Shahboz Hasanov oldi. 56 ball oldi. Har yili buni 50 yildan beri yozib boraman bundan narsani. Keyin
Jo'rayev Islom 3-o'rinda oldi. Значит, u ham 52 bo'lsa kerak. Agar bundan esini chiqmagan bo'lsa, shuncha balni oldi. Bir qarsalar bo'lsa Jo'rayev. Shuning uchun mana shunday kulgi bo'lsin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bayramni, yangilikni yaxshi kutib o'yna, oilangizni hammalaringiz qilib. Nima niyatiga bo'lsa niyatlaringizni tenglashtirib, yana futbolimiz cho'qqa ko'tarib ketaversin inshaalloh mana bo'lib rivojlanib. Mana stadionni obod qildi. Mana stadionda xizmat qilganlar bor o'tiribdi. Mana bu yoqda mana bu yoqda. Mana stadionni obod qildi, qancha mehnat qildi. Xabarlaring bor, to'g'rimi? To'g'ri, xabarlaring bor. Bu gap uni pulida emas edi, sarflashdi. Har bir stadionda bor. Har kun stadionda bo'ladi. Shu bilmayman qanaqa qiladi, narsa qiladi, shu har kun stadionda bo'ladi. Mana 20-30 yildan beri svet yonmay turadi, svetlar o'rnab berdim. Bilmayman qancha pul 4-5 million ketdi, svet tribunada svet yo'q edi. Qancha xursand bo'ldik biz. Shuning uchun mehnat qilsa rohatini ko'radi. Mehnat qilsa rohatini ko'radi. Rahmat shu insonlarga, ishlaringizga omad. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yilni ham, jamoani ham eng yaxshi murabbiysi, eng yaxshi nima deydi, jonkuyar fidoyi insoni Raul aka Yusupovga aziz sovg'alarimizni qabul qilamiz. Hamisha sog' bo'lib, mana shu jamoa uchun qilgan mehnatlaringiz o'z hisoblaringiz. Endi so'z navbatini Sherobod futbol klubini yana bir jonkuyar insoni, mana shu futbol klubi uchun o'z mehnatini sindirgan, bolajonlarga o'zini taktik usullarni o'rgatib jon kuydirgan yordamchi murabbiyimiz Rahmatulloh Haydar Peshonbo'g'amiz. Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, birodarlar, mana shu yerda shunchaki insonlar yig'ilgan, mana shu yerda hammasi Sherobod fidoyilar, jonni beradigan insonlar, jonni berishga tayyor bo'lgan insonlar o'tiribdi. Mana shularni mana shu paytgacha qilgan xizmatlaringga men bir tasavvur aytmoqchiman. Hammalaringga rahmat. Nasib bo'lsa Sherobodimizni respublika dunyo miqyosida futbolchilarini chiqarib yetishga mana shu insonlarni hali ko'p xizmat kerak bo'ladi. Shu fursatdan foydalanib mana shuncha 2 yildan beri xabarda turib yordam berib kelayotgan Uchqunaka homiyimizga katta rahmat aytaman. Umr uzoq bo'lsin, farzandlarini baxtini, huzurini ko'rsin. Shuning uchun nasib bo'lsa shu ustozimiz aytganday hammalaringizni, xonadonlaringizga, hammamizni xonadonlarimizga yaxshi kunlar bo'lsin. Mana shu futbol orqasidan har doim xursandchilikka yuraylik. Mana shu shogirdlarimizni ham hammasini juda katta sahnalarga, jahon sahnalariga, maydonlarga ko'rish nasib qilsin bizlar hammamizga. Rahmat. Jamoamiz o'rni sovg'amizni bayramona qabul qilamiz. Qarsa aytasiz. Bu Sherobod jamoasini hamma biladi-da. Bu bir osmondan tushib qolgan, yerdan chiqib kelgan jamoa emas. Qiyinchilik, mashaqqat, fidoyilik, jonkuyarlik, vatanparvarlik bilan igna bilan quruq bosganday harakat olib borayotgan, mana shu tumanni nomini O'zbekistonga taratayotgan bir chiroyli jamoa. Shu jamoamizning mana bugungi faxriy mehmoni Pushkin aka Hasanov turibdilar. Mana shu insonlar bu vaqtda Sherobod futbol jamoasini gullab yashayotgan faxriy futbolchilarimiz. Ishoncharingiz bilan so'z navbatini Pushkin aka Hasanovga bersak, o'zlarining dil so'zlarini, yurak so'zlarini siz azizlarga qabul qilsa. Marhamat Pushkin aka. Do'st bilan obod uy, gal bo'lsa u vayrona ham. Do'st bilan qo'ymas ekan, vayronadir kavshoni ham. Mana bu Sherobod jamoasining faxriy do'stlari, faxriy futbolchilari, aziz mehmonimiz
Xush yuragan Hasanov, marhamat, so'z navbati o'zingizni yurak so'zlaringizni taqdim qiling. Assalomu alaykum, hurmatli futbol muxlislari. Hammalaringiz sog'lik salomat tilayman birinchi o'rinda. Mana komandamiz vaqtiga respublika miqyosida futbol o'ynagan. Sherobodimiz guldan yoshlab hamma joyga borib futbol o'ynab kelardi. Komanda o'yinchilarimiz juda zo'r edi. Vaqtiga hamma komandalarni respublika miqyosida mana shular balichilarni ko'p ko'rgan, zirlatgan komandalar. Bo'lgan voqea. Mana sizlarga ham mana shu narsani tilayman. Yosh bolalar sog'lig'inglar faqatgina niyatlaring buzilmasin, faqat futbolda o'ynab yursalaring zo'r futbolchi bo'lib chiqasizlar. Hammalaringga omad, sog' salomat bo'ling. Yangi sovg'amizni qabul qilasizlar. Marhamat. Qarsaga olsizlar. Yana bir faxriy futbolchimiz. Jumaga Norkediyev doramizda mehmon bo'lib turibdilar. Endigi tabrik so'zini, bayramona tabrik so'zini jamoa ustoz murabbiylar va futbolchilarga taqdim qilish uchun davramizni taklif qilamiz. Marhamat. Avvalambor barchani kirib kelgan 2026-yil bilan sizdan tabriklayman. Mana mengacha juda chiroyli gaplar bo'ldi. Futbol jamoasi bu juda zo'r jamoa deb hisoblayman. Buni sababchisi ustozim Ravil aka Yusupov. Juda chiroyli jamoa tashkil qilgan. Bu jamoa SSSR davrida ham juda ham zo'r jamoa bo'lgan. Jamoani bundan keyingi yutuqlariga omad tilayman. Barchani kirib kelayotgan yangi yildan tabriklayman. Sihat salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar. Bizda jamoamiz nomidan futbol federatsiyasi qabul qilasiz. Marhamat, qarsaga yana bir faxriy futbolchimiz Rustam aka Karimov. Marhamat. Avvalambor ustozlar, yerda o'tirgan ukalar, varislar, hammalariga kirib kelayotgan 2026-yil yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mana 2 yil davomida ko'rdik, mana shu sostav, mana shu kollektivni mehnatini ko'rdik, juda katta yutuqlarga erishdi. Xudodan so'rab qolamiz, yutuqlaringiz bundan zo'r bo'lsin. Nasib ustozlar aytgandek, kelajakda Superligada o'ynaydigan bir jamoa bo'lsin. Men doim o'sha o'zimni niyat qilaman. Nima deydi, namozlarimizdan niyat qilaman, mana shu Sherobodimizda yaxshi futbolchilar chiqsin. Mana ukalarimiz doim duo qilamiz. Nasib Xudo olsa, nimaga niyatlaring bo'lsa, hammasini Xudo yetkazsin. Xudo olsa, kelgusida nimaga niyatlaring bo'lsa, Alloh hammasini yetkazsin. Ustozlarga, uchunlarga sizga alohida rahmat. Mana shu komandani 2 yildan beri, 3 yildan beri aka juda ko'p katta ishlar qildingiz. Bu narsani qilish hammaga emas. To'g'risi, Islom ukamizga katta rahmat. Nima deymiz? Bu doim mana shunday. Birdamlik, aka-ukachidek, mana shu sostav hech qachon yo'qolmasin, nasib yuksaklarga ko'tarilib ketsin. Bizni qabul qilasiz. Qarsaga olasiz. Endigi aziz mehmonimiz, faxriy futbolchimiz Bahrom aka Jo'ray. Assalomu alaykum, hurmatli aziz ustozlar, do'stlar, shogirdlar. Sizlar yangi yil bilan tabriklayman. Ularga sog' bo'lsin, sizlarni turmush futbolni yanada rivojlantirishga hissalarni qo'shadi degan umiddaman. Shogirdim, ustozlarim bilan Juma, Qo'shkin, Rustam vaqtiga shular bilan ko'p o'ynaganmiz, ko'p ko'rganmiz, yetalab ko'rganmiz. Ularni ham kelajakda shogirdlar bo'lishi ko'proq nasib etsin. Rahmat. 2026-yilga yaxshi
yaxshi komandaga bo'lib, yaxshi o'rindan olish nasib etsin. Biz qabul qilamiz. Marhamat. Qanday do'stlar? Choyga pullar. Marhamat. Assalomu akalar, hurmat qilaman. Alhamdulillah, ustoz katta rahmat sizga, sizga ham mana 26 nasib bo'lsa, yangi yil kelyapti, hammani kutib olaylik. Nasib bo'lsa 26 futbolni kuchli qilaylik. Nasib bo'lsa Toshkentga chiqib ketaylik. Chetiga chiqib ketaylik. Sanoqli Germaniyaga ketaylik. Shuncha talaba harakat qilamiz o'ynaylik. Yana hisob qo'shib, cho'pon hisobga yo'tyapmiz. Cho'pon pasat hisobga yotamiz. Xotirab haydayoryapmiz. Hisobga yotyapmiz. Shunday kunlar hisobga avayapmiz. O'ynayapmiz, so'qayapmiz. Qilyapmiz. Shunday qilyapmiz. Nasib futbol zo'r o'ynasin. Bizlar hisobga zo'r o'ynayapmiz. Mayli, rahmat. Eng yaxshi administratorni oldiki, marhamat, jamoa nomidan sovg'amizni qabul qiling. Qanday do'stlar? Vaqtda bir nomli davradan ko'tarish uchun o'zini mehnatini sindirib kelayotgan bosh homiymiz Uchqunga Egamberdiyev kelganmiz. Banaga mana. Akamiz o'zini tadbirkor faoliyatidan ortib Sherobod jamoasiga rivojlantirish uchun, futbol jamoani yanada yuksak ko'tarish uchun o'zini mehnatlarini tinmay qilyapti. Buni hamma biladi. Marhamat aka, o'zingizni yurak so'zlaringizni, dil so'zlaringizni jamoamizga qoldirsin. Assalomu alaykum. Mana Sherobod futbol klubi a'zolari, faxriylari, To'shaka, G'amil aka, mana sizlarga katta rahmat. Hurmatli Sherobod futbol klubi a'zolari, mana shu Sherobod futbol uchun o'zini jonini fido qilgan mana insonlar o'tiribdi. Rahmat shularga. Chunki bu Sherobod futboli asrlar davomida rivojlanib boradi. Asrlar davomida kuchayib boradi. Mana bu yil, mana shu 25-yil, 24-yil, 2024-2025-yil Sherobod futboli juda yuksak yuqori cho'qqilarga chiqdi. Bu Sherobod degan so'zlar mana o'tgan yil o'zlaringiz ko'rdingiz, Namanganda yangrab boshladi. Butun mana federatsiya Sherobod Diyorbekirgacha yetib bordi. Sherobod xizmat. Mana o'tgan yil o'ynashimiz kerak edi. Rustamjonovda to'g'ri gapirdi. Iloji yo'q, mablag' tomonidan qiynalib turibmiz. Lekin imkon qadar mana harakat qilyapmiz. Mana Sherobodni kuchaytirish, nasib bo'lsa Sherobod nima o'ynolmaydi. Kerak bo'lsa, Xudo nasib qilsa, mana biz shunday qilamiz. Manchester bilan Bavariya bilan o'ynashni ta'lim qiladi, shunday keladi men bilan. Chunki yerda mana shunday o'yinchilar o'ynaydi. Sherobod nasib bo'lsa, katta poylarda o'ynashni men kutib qolaman. Shuncha mana kirganmiz, mana bu yerda shuncha o'yinchilar turibdi, mana Ahrorjon mana bu o'zini juda yaxshi o'yinlarni ko'rsatdi. Qancha o'z reaksiyalarni, darvozabon hisoblarini ko'rsatdi. Mana Zashligimiz, mana bu yerda yo'q hozir juda minnatdorchilik bildiraman. Shabbos Hasanov bizni qanday joylardan chog'ib ketdi. Islom Jo'rayev boshimda o'yinda o'zlarini ko'rdilar. Chog'ib oldi. Rahmat shunga. Mana eng chiroyli yo'lda degan berib turdi shu yil. Ikkinchi liga bo'yicha. Borib ko'ribsiz, natoribisi mana kadr. Endi mana bundan keyin sizlarni har oy tug'ilgan kunlarni Sherobod kanaliga kengayib boradi. Ko'rib olingizlar, befarq bo'lmanglar. Meni iltimosim sizlardan Sherobod futbolni ko'kka keng tarqatish yordam beringizlar. Tamom. Mayli, bizga mablag' beringizlar. Mana shu ligaga, mana shu yerga yashaydi. U yashaydi, bor liga. Nasib bo'lsa Sherobod bor yuksaladi. Shuncha Sherobod mana nasib bo'lsa Oybekjon bor. Mana Bekatjon. Biz sizlarni kutib olamiz katta qo'ylarga. Sizlarni ko'rsak, biz izlaringdan boramiz. To'g'ri tushuninglar. Chunki barcha motivatsiya bo'ladi. Rahmat. Sizlar mana 2026-yil Sherobod bor bundan yuqori sakkizga rivojlanishini tilak qilib qolaman. Hammalaringizni yangi yil bilan tabriklayman. Hammalaringizga sog'lik, hammalaringizning ishlaringizga rivojlar. Faqat Sherobod bor uchun kurashib, mana shu yil nasib bo'lsa yordam bo'lsin. Endi sizga qancha sovg'a bersak ham, mana shu e'tiborlar, olqishlar, mana degan sovg'alarimiz yo'q.
Shuning uchun arzimiz bo'lsa ham mana shu 2 marta 2024-25 bo'lgan kubogini sohibi Dubai kubogining chempioniga rahmat chiroyli tilaklaringiz uchun. Mana. Olqishlar. Endigi so'z navbati Sherobod futbol klubining yuragi. O'zi bir jamoa himoyasida ushlab turadigan, o'zi bitta 11 o'yinchi boshqa o'yinchi bo'lib turgan darvozabonimiz Ahol Jo'rayev kelganmiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, jamoa a'zolari. Birinchi navbatda taklif qilganlaringiz uchun rahmat. Bu bizning birinchi mavsumimiz edi Sherobod jamoasi uchun. Xudo xolasa kelajakda yana Sherobod chempionlar qilish nasib qilsin hammamizga. Chuqurboy, avvalambor sizga rahmat, Islom aka. Kichkinagina mehnatimizni qadrlab jamoaga taklif qilganlaringiz uchun nima deymiz yana? Qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz jamoa uchun. Katta rahmat sizga. O'sha butun dunyoni darvozalar shu yigitga havas qilsin. Eng yaxshi darvozabon sovg'amizni qabul qiling. Marhamat. Qarsaklar bo'lsin. Endigi so'z navbati Sherobod futbol klubining tajribali futbolchisi, himoyachimiz Islom Murodovga beramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Sherobod jamoasi. Sizlarni mana shu 2026-yil kelayotgan yangi yil bilan hammangizni chin qalbimdan tabriklayman. Sherobod jamoasi ustozlariga, aka-ukalar, hammamiz kelasi yilda nasib bo'lsa, bundan-da yuqori yutuqlarga erishishni tilab qolaman. Eng jonkuyar himoyachilarimizdan biri. Marhamat, bayramona tabriklaymiz sizni. Qabul qilamiz, qabul qilamiz. Qarsaklarimiz. Endi so'z navbatini mehmon futbolchimiz, birinchi ligada to'p suradigan futbolchimiz, Sherobodimizdan chiqqan yigitimiz Oybek Gazal. Yigitimiz o'zini iqtidori bilan, o'zini mehnati bilan, respublikada o'zini topib, hozir birinchi ligada to'p suryapti. Marhamat, dil so'zlaringizni, bayramona tabrik so'zlaringizni jamoamizga taqdim. Marhamat. Avvalambor bo'lmagan Sherobod jamoasi katta yutuqlarga erishdi. Hamma qalbimni chiroyli ko'rsatdi hamma. Hammaga omad tilayman keyingi mavsumda. 2026-yil hammaga quvvat bersin Xudo. Yuzlarga olmasin doim shunday. Sovg'amizni qabul qilasiz. Sizning ishlaringizga omad. Chiroyli istaklaringiz uchun rahmat. Marhamat. Qarsaklarimiz. Qarsaklar qani? Yana bir aziz mehmonimiz. Bekzod bering. Bekzod bering. Bunda Oliy Ligada to'p surayotgan, Sho'rdan jamoasida to'p surayotgan Sherobodimiz o'g'loni Bekzod bering. Marhamat. Assalomu alaykum ustozlar, do'stlar, yoshlar. Yaxshi futbolchilar. Sherobod jamoasini tabriklar, g'alabalar bilan bu yil shunday chiroyli g'alabalar berdi. Xo'jayev Chuqur akaga, futbolchilarga, ustozlarga shuncha joyga kelib, shuncha g'alabalarga erishganimizga Xudoga shukr. Hammaga rahmat. Chiroyli istaklaringiz uchun sizga ham rahmat. Sovg'amizni qabul qilasiz. Marhamat. Qarsaklarimiz bo'lsin. Endigi so'z navbati yana bir chiroyli futbolchimiz. Jamoamizning to'pdan o'yinchisi Asadbek Egamberdievga. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Hamma bizni hurmat qilib, kanalni hurmat qilib kelganlarga bolalarga shukr. Bu yil jamoamiz yaxshi o'yinlar o'tkazdi. Hayajonli daqiqalar ko'p bo'ldi. Bolalar bilan bir jamoa bo'lib ko'p yutuqlarga erishdik mana shu oxirgi 2-3 yil ichida. Hamma kelganlaringga rahmat. Bolalarga shukr. Chiroyli tilaklaringiz uchun biz sizga ham minnatdorchilik bildiramiz. Sovg'amizni kechamiz davom etadi. Endi so'z navbati G'iyosjon Ibragimovga. Marhamat G'iyosjon. Kelinglar. Mana bu o'tirgan mehmonlarga
ustozlarga, futbolchilarimizga o'zingizni chiroyli bayramona tilaylarimiz. O'zingizni chiroyli bayramona tilaylarimiz. Yangi yil tabriklaringizni qisqacha bo'lsa ham aytib qo'ying. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalo hammaga bu yerga bizni erishishga sababchi bo'lgan hammaga kattakon rahmat aytaman. Ushbumizga, trenerimiz Raul ustozga nasib kelajakda yangi yilda g'alabalarimiz davomiy bo'lsin. Hammaga kattakon rahmat. Sizga katta rahmat. Yilning eng yaxshi yarim hujumchisi unvoningizga aziz savob. Marhamat. Kechamiz davom etadi. Men ketmayman hozir. Ketmaysan. Yo, aytavering, ketmayman. Mehmonimiz, jamoamiz futbolchisi Umidjon Chorshanbiyev. Marhamat. Assalomu alaykum. Ustozlar, bolalar, hammalarni 2026-yilga yangi yil bilan tabriklayman. Hammaga omadli bo'lsin. Uchqunakani ham ishlariga omadlar bo'lsin. Nasib 2026-yilda birinchi ligani ham, kubokni ham olish nasib qilsin. Xudo xolasa. Rahmat. Chiroyli tilaylaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Sovg'amizni qabul qiling. Marhamat. Bizda bir ajoyib futbolchimiz bor-da. Bir o'zi yarim jamoada. Aslidek Nurulloh. Marhamat. İki yıldan beri olduğunu kuracak. İçeride canlı aklını yapacak. Ama yarar. Sağolunuz kabul koyun. Nasıl görüyorsunuz? Bugünkü jamoamizning Chervoz jamoasining professional futbolchilaridan biri Shahboz Hasanov hozirda Qashqadaryoda to'p suryapti. Ayni damlarda maydonda usulli sababga erishib kelolmadi. Uning nomidan hammalaringizni tabriklaymiz. Doston Temirov ham kelolmadi. Uning nomidan tabriklaymiz. Endiki so'zlarimda Chervoz jamoasining kapitani komandasi Sardori Islom Jo'rayevga. Assalomu alaykum. Ziyofatdagi ustozlar, hammaga akalar, ukalar kelganingiz uchun rahmat. Nima deymiz? Sherobod jamoasiga omadlar tilaymiz. Kelgusi ishlarga katta farxat tilaymiz. Yangi hammaga muborak bo'lsin. Qabrimiz rahmat. Sizga ham katta rahmat. Nima deydi? Yilning eng yaxshi futbolchisi desak bilan shu yerda. Marhamat, jamoamizni eng yaxshi futbolchisi. Futbol federatsiyasi sovg'asini qabul qiling. Kechamiz davom etadi. Barchangizga yoqimli shahar ko'tarinki Stop.
kelajakning iqboli. Bu futbol, futbol, bizda bor iqtidorlar. Bu futbol, futbol, bir kun albatta chorlar.